Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatli Nurmatova. Avval bugungi dasturdan qisqacha. O'shda nabirasini sotishga harakat qilgan buvi qo'lga olindi. Odam sotish moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'alib, tekshiruv ishlari boshlandi. Ota-onasini qarovsiz qoldirganlar javobgarlikka tortiladi. Qonun kutilganday natija beradimi? Batkenda 100 ga yaqin oila yer ko'chki xavfi ostida qolmoqda. Qorasuv shahrida yer osti yo'li qurilmoqda. O'shda shanbalik ishi sust bormoqda. 3 oylikni bajarmaganlarga chora ko'rila boshlanadi. O'shda nabirasini sotishga harakat qilgan buvi qo'lga olindi. Ichki ishlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, militsiya xodimlariga ayol bolasini sotishni istayotgani haqida ma'lumot kelib tushgan. Tezkor tergov ishlari asosida 59 yoshdagi ayol qo'lga olindi. U 1 oylik nabirasini notanish kishilarga 20 ming so'mga sotishga harakat qilayotganda qo'lga olindi. Unga nisbatan odam sotish moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'aldi. Hozirda ayol nima sababdan bunday qadamga borgani aniqlanmoqda. Pora bilan qo'lga olingan O'sh shahar sudining sudyasi asossiz oqlandi. Buni 10 ming so'm talab qildi deb Shekerbek Qidirqulovning ustidan arzlangan Nomonjon Ismoilov bildirdi. Uning aytishicha, Bishkekning Oktyabr rayon sudi Shekerbek Qidirqulovga tanish-bilishlik qilib oqlagan. Keyin Oliy sud ham uni ko'rib chiqib, unda ham Shekerbek Qidirqulovni oqlash hukmi o'z kuchida qoldirilgan. Hozirda sudyani pora bilan ushlagan korrupsiyaga qarshi xizmatning xodimlari bilan Nomonjon Ismoilovning ustidan jinoiy ish qo'zg'alib tergov jarayoni bormoqda. Shu sababli Ismoilov masalasi adolatli hal qilinsa deb o'lka yetakchilariga va huquqni himoya qilish organlariga murojaat yo'lladi. Mana oxirgi qaror, hurmatli So'ronbay Sharipovich, hurmatli deputatlar, jurnalistlar, meni qarimda shu nesi oxirgi talabim shu mizan chekida shu to'g'ri qo'zg'alyapti, men javobgarchilik o'sha narsa jo'qqa chiqish kerak. Sebab natura qo'zg'algan. Bu birovning kuchi bilan, birovning zvanogi bilan bizni javobgarlikka tortiryapti hozir. Shularga qarab menda yordam berishinglarni va shu baringlardan so'raman. Bu ish bo'yicha O'sh oblast sudining matbuot kotibi jurnalistlarga ma'lumot berdi. Uning aytishicha, sudyaning ustidan qo'yilgan ayb bo'yicha Bishkekning Oktyabr rayon sudi pora olish bo'yicha dalillar qalbaki ekanligini ochiqlagan. Bu asosda harbiy prokuratura korrupsiyaga qarshi xizmatning xodimlariga va Nomonjon Ismoilovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'agan. Ularga dalillarni qalbakilashtirish va lavozimni suiiste'mol qilish moddalari bo'yicha tergov jarayoni bormoqda. Nomonjon Ismoilov bu vaqtgacha tovlamachilik moddasi bo'yicha sudlanganligi ham aniqlanganini O'sh oblast sudidan qo'shimcha qilishdi. Bishkek shahrining Oktyabr rayoni sudi tomonidan ayblanuvchiga ақтоо hukmi chiqqan. Sebebi ishning ichida materiallarga qaraganda korrupsiyaga qarshi xizmatkерлери жана bu Ismoilov тарабынан bu ish атайын uyushtirilib, xizmat талабынан кыянаттык менен пайдалануу менен далилдери жасалмалоо жолу менен uyuштурулганы аныкталган. Бул иш апелляциялык тартипте жана көзөмөл иретинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда да каралып, Октябрь райондук сотунун актоо hukmi күчүндө калган. Ota-onasini qarovsiz qoldirganlar javobgarlikka tortiladi. Bunday qonun loyihasini xalq vakili Tazabek Ikramov ko'tarib, so'nggi vaqtlarda ota-onasini qariyalar uyiga yoki ko'chaga tashlab ketganlarning soni ortayotganini sabab qildi. Agar taklif qilinayotgan loyiha qo'llov topsa, bunday fuqarolar 2,5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi yoki 180-200 ming so'mgacha jarima to'lashi mumkin. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Ona haqida kuylayotgan bu onaxon ayni vaqtda Bishkekdagi qariyalar uyida istiqomat qiladi. Har kungi 3 mahal issiq ovqat xodimlarining iliq munosabati bu yerdagilarni farzand sog'inchini o'rnini bosa olmaydi. O'zini ko'rsatishni istamagan bu qariya oila baxtiga hech narsa yetmaydi deya o'ksiydi. Men birinchidan densoqchilar nacharroq bo'lsa, bala ketsa uchatda turishim. Armiyada borgan jo'qman, o'qimda nachar o'qibay qoldim. Bilimim yo'q qoldi. Shaharda ko'ringan yerda ishlab yuraverasizmi? Emede bu sharg'achida malga ketib qoldim.
Bishkek shahridagi qariyalar uyida 208 nafar odam bo'lsa, uning 90 dan ortig'i musulmonlarni tashkil qiladi. Bu vaqtgacha boshqa dinlarda kuzatilayotgan bu holat musulmonlar orasida ham keng tarqalayotgani ayanchli holdir. Shu sababli parlament tomonidan taklif qilinayotgan qonun loyihasidan umid katta. Biroq ota-onasini qarashi vazifa qilib qo'yilayotgan bolani moddiy tomoni ham esga olinishi kerak. Атасын таштап, енесін таштағандарға ушунчалык нааразы болом. Кандайдыр болбосун, кыйынчылык болсо дагы, бул биздин өзүбүздүн оюбузга, менталитетибизге жатпаган иш болгон соң бакканга аракет кылыш керек. Бирок эми азыркы заманда ар кандай окуялар болуп атат, турмуш ар кандай болуп атат. Ошого дифференциация кылса деп ойлойм. Ota-onasidan voz kechganlar uchun javobgarlikni kuchaytirish uchun xalq vakili Tazabek Ikramov qonun loyihasini ishlab chiqdi. Unga ko'ra tilga olingan ishni qilganlar javobgarlikka tortiladi. Qo'shni o'lkalarda ishlab o'z natijasini berayotgan qonun hozirda Qirg'iziston uchun ham zarur ekanligini tashabbuschi deputat ta'kidladi. Эгерде ушундай биздин коомдо ушундай адамдарды ата-энесин жакшы көрүүгө, же болбосо буларды бир ата-энесин кордогон адамдарга бир законду бар экенин көрсөтпөсө, бул көрүнүш мындан нары дагы өсүшү мүмкүн. Эң негизгиси балдардын өзүнүн жоопкерчилигин билиш керек да. Agar taklif qilinayotgan qonun loyihasi qo'llov topsa, unda aybdorlar 2,5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi yoki 180-200 ming so'mgacha jarima to'lashi mumkin. Biroq deputatning taklifi amalga oshgan taqdirda ham ota-ona farzandi ustidan ariza yozmaguncha jinoiy ish ochilmaydi. Бул абдан туура кадам деп санайбыз. Анткени кыргыз элинде негизи кыргызыбыздын тарыхында ата-энесин тыштап кеткен деген бизде болгон эмес. Ошондой эле бул балдардын ата-энесинин алдындагы жоопкерчилигин күчөтүү болуп жатканы абдан туура деп санайбыз да. Parlamentda taklif qilinayotgan qonun jamoatchilikda ham qizg'in muhokama qilindi. Sababi ayrim tahlilchilar qonun qabul qilinsa, oiladagi fikr kelishmovchiliklar kuchayib, ota-onaga bolalari tomonidan zo'ravonlik kuch oladi deb xavotirda. Shunday bo'lsa ham ikki tomondagi hal qilinmay kelayotgan ajrimlarni qonun loyihasi bilan aniqlab qo'yish zamon talabi. Ар бир бала өзүнүн акыл эси менен туюп ата-энесин таштабаса деген ойдомун, но бирок баягы ошондой болуп кала турган болсо, мамлекет ушинтип кандай бир коргоого алганы, балким бүгүнкү күндүн талабы деген болуп атканы бар да. Huquq himoyachilari qonunni amalga oshirish bir qancha qiyinchiliklar yuzaga keltirishini ta'kidlashdi. Eslatib o'tsak, hozir Ijtimoiy rivojlantirish ministrligining tasarrufida 17 statsionar muassasa bo'lsa, uning 6si qariyalar uyi. Unda 800 ga yaqin qariyalar istiqomat qilishadi. Batken oblastida 94 oila ko'chki xavfi ostida bo'lgan hududda yashaydi. Ularning ichidan 41 Sulukti shahrida joylashgan. Yog'ingarchilik bo'lgani sababli favqulodda holatlar ministrligining xodimlari bu yashovchilarni xavfsiz joyga ko'chishini talab qilgan ogohlantirishlarni berishmoqda. Biroq boshqa yashash uchun joylari yo'q turg'unlar yer bermagan mahalliy hukumatni ayblashdi. Har kuni xavfsirab yashayotgan yashovchilar haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. 2016-yilning may oyida yer ko'chkidan beri Kunduza Janibekova kecha-yu kunduz qo'rqib yashashini aytadi. Sulukta shahrining Makeyeva ko'chasida 12 ta oila istiqomat qiladi. Uyi istiqomat qilish uchun xavfli deya topilgani bilan boshqa yerga ko'chirish haqida ogohlantirishlar berilgani bilan darrov ko'chib keta olishmaydi. Sababi uy qurish uchun yer maydoni ajratilmagan. Tundalar qo'rqobuz, uxtabaymiz, shunday 12 bosh uy bilemiz. Arz жазганмын, жер деле берген жок, эч нерсе берген жок. Бергенде чыгат элем кичине. Өзүмчө деле жер караштырсам жок. Kunduza Janibekovaning atrofida yana 15 ta hovli ham yashashga xavfli deya topilgan. Undan beri oradan 2 yil vaqt o'tib, faqat 3 ta oilaga yer maydoni berilgan. Biroq ular ham ko'chirilmagan. Uylari to'liq bitmagani uchun xavfli bo'lsa ham eski uylarida yashashda davom etishmoqda. Ушу жамгыр жааганда биздин жер кайра көчкү башталганда көчкүлө деп келишет. Анан биз барып кайра мэрияга арыз менен кайрылганыбызда бизге эч кандай толк жок да. 2,2 миң сомдон алып, фундаменттерин куюп, дубалдарын көтөрүп быйылкы жылы көчүп чыгуу алдында турат. Калгандары анын ичинен экөөсүнүн үйүн документтери туура эмес болгондугуна байланыштуу ала албай атат. Калгандары алып, шаардын аймагында жер жок болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө
жер бөлүнүп берилбей ушул жерде жашап калууда. 2016 күзүндө жер алдым, жер участогун. Ошо күзүндө бетонду куюп, мына буюрса быйыл баштап койдук. Күн жылыса эле үйдү бүтүрүп чыгууга аракеттенип атабыз буюрса. Sulukta shahrida xavfli deyilgan 41 oilaning ba'zilariga yaqin orada yer berilishi aytildi. Ularning barchasini ko'chirish uchun mahalliy hukumatning kuchi yetmaydi. Bunga umumiy oblastda yer masalasi dolzarbligicha qolayotgani sabab bo'lgan. Hozirgi kunda bir 15 dan oshiq yer табылат. Leti bir 10 kun 15 kun arasında. Oşol 41 adamın bir 15'ine jeri beremiz. Anan buga çeyin dağı yer meselesi boyunca buna Bürgöndü masividen biz 500 adamın şu kezek boyunca şu yer köçküleri boyga baylanışlı adamlardan 41 adamın ispisini birinci etapka bergenmiz. Biroq Bürgöndü masividen dağı yer azır günge yer çeçilmeydi. Batken oblastida sel, yer ko'chki va tosh tushish xavfi bor hududda 1300 dan ortiq turar joy bo'lsa, shu kungacha 1167 tasi xavfsiz yerga ko'chirilgan. Qolgan oilalarga yer yo'qligi sababli hamon tabiiy ofat xavfi bor hududda istiqomat qilishmoqda. Agar Burgondi massividagi 3,5 ming gektar yer foydalanishga topshirilsa, birinchi navbatda xavfli hududda istiqomat qilayotganlarga beriladi. Jalolobod shahrida Qizg'aldoq inqilobining 13-yilligi bilan xalq qurultoyini birga o'tkazish mojaroga sabab bo'ldi. Ikki tomon tadbirni birga o'tkazishga bir hafta avval kelishishgan. Biroq so'nggi vaqtlarda hukumat vakillari fikrini o'zgartirib, ikki yig'in alohida o'tdi. Meriya bilan qurultoy tashkilotchilarining fikr kelishmovchiligi va xalq deb atalgan kichik yig'indagi asosiy chaqiriqlar haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Qizg'aldoq revolyutsiyasi bilan xalq qurultoyi birga uyushtirilib, barchasi Barpo teatriga yig'ilishgan. Yig'in boshlanishidan biroz avval Jalolobod meriyasi bilan qurultoy ishtirokchilari orasida nizo yaralib, inqilobchilar chiqib ketishdi. Bir eldik biйликти орнотолу, eldik qurultoy аркылуу алдыга жылалы, адилеттик болсун деген тилектин эмнеси жаман? Эки президентти, мурдагы президент менен азыркы президентти эптеп экөөнү бири-бири менен уруштуруп, anam bizni dagı şu iki prezidentke bölüp. Xalq qurultoyi bilan Qizg'aldoq inqilobini xotirlash tadbiri Jalolobod shahrining Erkinlik maydonida mingga yaqin yashovchilar ishtirokida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Biroq hukumatning oblastdagi vakili Qiyanbek Satuboldiyevning taklifi bilan Barpo teatriga ko'chirilgan. U yerda ikkita inqilobdan xalq nimani kutdi va ularning qaysilari amalga oshirildi degan mavzuda 7 ta punktdan iborat rezolyutsiya qabul qilinishi kerak edi. Buna egerde Желілті бийлик таза иштесе, ел үчүн иштесе, ошол жерде өнүгүү болот. Ел дагы таразаны түшүнөт, колдойт. Birinci жанагы Жоғазын революциясынын урматына элдик жыйын өткөрөбүз деп маалымат бергенбиз. Шаардын мэри менен дагы, обул администрация менен дагы мыйзамдын чегинде маалымат берилген. Shunday qilib Qizg'aldoq inqilobi ishtirokchilari alohida yig'ilishsa, xalq qurultoyi ishtirokchilaridan 100 nafari Barpo teatriga yig'ildi. U yerga prezidentning poraxo'rlik bilan kurashni qo'llash va xalq qurultoyini qonuniylashtirish zarur ekanini alohida ta'kidlashdi. Konstitutsiyada yozilib turadi. Qurultoy degan bormi? Bizni sunuşubuz bunda bo'ldi. Республикалык деңгээлде Бишкекте форум өткөрүүнү пландап жатканбыз. Qurultoy бул көбүнесе саясий эмес, бул көбүрөөк руханий институт, элди уят сыйытка чакырган, арнамызга чакырган. Xalq qurultoyini qonuniylashtirish harakati bir necha yildan beri ilgari surilmoqda. Tashabbuskorlar u amalga oshmaguncha o'z istaklaridan qaytmasliklarini ta'kidlashadi. Birinchi marotaba Jalolobod shahrida bo'lib o'tgan qurultoy boshqa hududlarda ham davom etib, aprel oyida respublika miqyosida tashkil etilishi rejalashtirilgan. O'sh shahrida obodonlashtirish va sanitar tozalash bo'yicha e'lon qilingan 3 oylik bajarilmayapti. Birinchi oy yakunlanishiga oz qolsa ham ayrim hududiy kengashlarda shanbalik umuman bo'lmagan. Farmonni bajarmaganlarni tegishli xizmat nazoratga olib ogohlantirish bera boshladi. Agar tozalash ishlari olib borilmasa, jarimaga tortilib, ishi sudga oshiriladi. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Ayniqsa O'shning Amur Temur hududiy kengashda 3 oylik shanbalik sekin olib borilmoqda dedi Ekotex inspeksiyasidan. Masalan, hududiy kengashdagi bu hammomdan chiqqan chiqindi suv to'g'ri ariqqa oqadi. Bu holatni bartaraf etish borasida egasiga bir necha marotaba ogohlantirishlar berilgan, biroq hech qanday natija chiqmagan. Былтыр кызында бул жерди тостуруп, бул жерди баягы кайра калыбына келтирип штраф төлөгөн. Азыр быйыл дагы кайра ушул ачылып,
Бул жердеги баягы жителдерден дагы жалптар көбөйүп атат да. Ошондуктан бүгүн дагы келдик. Бүгүн буларды дагы азыр активдүү этип, байнаны жабышка туура келди. Перестановка берип, ишкердүүлүгүн токтотушка туура келди. Келсек бүгүн мына жок болуп атат. Bir ko'cha esa bunday bo'lib chiqindiga to'lib yotibdi. Kvartal qo'mitalari esa bularni kim va qaysi vaqtda tashlab ketayotganini bilmay qolyapmiz deya holatdan chiqishdi. Hududiy kengashdagi chiqindilar esa tozalik korxonasi xodimlari har haftada olib ketishadi. Qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Mahallalarni tozalab qo'ydik. Mana mahallalarga kelsangiz hamma yo'q top-toza. Shu mashinaga qarovsiz yerlarga to'kib ketishyapti. Mashinada olib kelib to'kishyapti, tunda to'kishyapti. Ekotex xizmati tomonidan chiqindilarni tez orada tozalash bo'yicha yozma tarzda ogohlantirishlar berildi. Natijasi shu hafta so'ngida tekshiriladi. Bu yer esa O'sh bozori bilan Sulaymontog' hududiy kengashining kesilishi. Bu yerda yo'l yoqalarida chiqindiga to'lgan. Demak, 3 oylik shanbalik hali bu yerda boshlanmagan. Chiqindilar nafaqat yo'l bo'ylariga, balki Oqbura daryosiga ham tashlangan. Bu holatni bartaraf etish mushkul deydi bozor direksiyasi bilan hududiy kengashdan. Sababi yer xususiy tomonlarga tegishli. Chiqindini esa mahalliy yashovchilar tashlashadi. Bu yilki yilda tozaladik, ham dagı bunday musorlarni yilda 3-4 kamazdan olib turamiz. Bu yildagi o'tganda dilaramiz, ham dagı qo'ldan kelishincha bu yerda tozalab turamiz. Bu kabi tozalanmagan barcha joylarda tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislar bunday ko'rinishlarga birinchi yozma tarzda ogohlantirishlar berishadi. Agar aytilganlar bajarilmasa, ishi huquqni himoya qilish organlariga o'tkaziladi. Shu bilan birga 5 ming so'mdan 20 ming so'mgacha jarima ham solinadi. Ошол ишемикте биз рейдте чыгып атканда, маселен, баягы өрттөгөн көп фактылар аныкталды. Мына 3 айлык эң башталгандан баштап 18 факт аныкталды. Общий биздин административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекс негизинде салганда 49300 сом штраф салыныптыр бүгүнкү күнгө чейин. Ta'kidlab o'tsak, O'sh shahrida 1-martdan 31-maygacha tozalash va obodonlashtirish borasida 3 oylik shanbalik e'lon qilingan. Shu bilan birga hukumatning toza yashash aksiyasi ham davom etmoqda. Hilola Ashurova, Nurjamol Barg'ubayeva, Azam Buzrikov, Intimoq. Qorasuv shahrida yer osti yo'li quriladi. U avtotirbandliklar ko'p bo'lgan Turatali bozorining oldiga qurilishi mumkin. Yer osti yo'liga 4 tomondan kirib chiqsa bo'ladi. Qurilishi bitirilsa, piyodalar o'tuvchi yo'l emas, savdo joyi ham bo'lishi mumkin. Mahalliy hukumatning bu harakati avtotirbandliklarni bartaraf qila oladimi? Muxbirimiz qiziqib ko'rgan. Hozirda Qorasuv tumanidagi Turatali bozorining yonida yer osti yo'li ochish uchun qurilish ishlari olib borilmoqda. Buning uchun bozor atrofidagi yo'nalishlar to'xtatildi. Aylanma yo'llar orqali yurishmoqda. Uzunligi 27 metrga yaqin yerda qazish ishlari olib borilmoqda. Qurilish 4 oy davom etib, avgustda foydalanishga topshiriladi. Yo'lni eni 17 metr, chuqurligi 8 metr bo'lib, 4 tomondan kirib chiqish tomoni qaralgan. Полный ушул жолго тиешелүү керек нерселердин баарын жасап өтөрөбүз. Коопсуздук эрежелери боюнча биз ГАИ менен келишип, жолдун баарын тостук, андан сырткары да өзүбүз да тосуп, ограждение жасайбыз. Адам ал жерге чоочун адамдар кирбештик үчүн. Yer ostidan yo'l ochish tashabbusi Saray qishloq kengashi deputatlari bilan mahalliy hukumat tomonidan ko'tarilgan. Buning uchun hukumat g'aznasidan 28 million so'm ajratilgan. Bungacha bozor aylanasi bilan piyodalar orasida noroziliklar yaralib, halokatlar ro'yxatga olingan. Автотыгынды азайтуу боюнча анан жол жүргүнчүлөрдүн жана коопсуздугун камсыздоо боюнча базарда көрүп атасыздар да, жүгүрүп өтө коюшат, башка кылат, көрүнгөн жерде өтө коюп, жол пробкалар, тыгындары пайда болуп атат, экинчиден машинаны уруп кеткен фактылар болуп атат. Ошол нерсени неме кылганбыз. Yer ostidan o'tadigan yo'lning qurilishiga ba'zi tadbirkorlar qarshi. Sababi ularning savdolari hisobga olinmagan. Yo'l vaqtincha yopilgani uchun savdo bo'lmasdan nasiyalarimizni to'lay olmay qolyapmiz deyishmoqda. Негизи ушу подземный ходунан өзү кереги жок. Эл кыйналып атат. Азыр баары жок кредити бар, иштери бар. Ондан көрө өздөрү айткан ана тротуарын оңдогон жакшы болот. Bundan пайдаланып эми анча-мынча неудобство болгонго, мындай бир неме болгонго элибиз туура түшүнүп туруш керек. Себеби бул келечекке керек нерсе 2 ай ушундай чыдап туруп бериш керек да. Qorasuv bozori o'lkadagi eng katta bozorlar ro'yxatida. Bu yerga Qirg'izistondan tashqari qo'shni O'zbekiston va Tojikiston ham kelib savdo qilib ketishadi.
Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. O'shda din xodimlari 24-mart Butunjahon sil kasalligiga qarshi kurashish kuni munosabati bilan sport musobaqasini o'tkazishdi. Ular voleybol, kichik futbol bo'yicha kuch sinashdi. Musobaqaga O'sh shahri va oblastidan bittadan jamoa chiqsa, Jalolobod bilan Batkendan terma jamoalar kelishgan. Kechgacha davom etgan turnirda 2 sport turida Jalolobod jamoasi 1-o'rinni olsa, O'sh oblasti 2-chi bo'ldi. 3-o'ringa O'sh shahri qoziyatining xodimlari erishdi. Batkenliklar esa 4-o'ringa sazovor bo'lishdi. Tashkilotchilar bosh sovringa erishganlarga notebook bersa, 2-o'ringa fotoapparat, 3 va 4-o'rinlarga ham qimmatbaho sovg'alar topshirishdi. Eslatib o'tsak, mazkur musobaqa shuning bilan 2-marta o'tkazilmoqda. Bu bizning Tushlik chaqdagi qaziyatlar arasındagi futbol jana voleybol turi bo'yicha bizning o'zimizdan 2 yildan beri kelajatgan atayin o'yinimiz bor. Anan bugungi kunga o'shul O'sh oblasti qaziyatining ochiriti kelgan va o'shoni bilan birgalikda mana bu qurg'oq uchuqqa qarshi kurashuv demilgesi bilan chiqqan atayin kompaniya, o'shoning kompaniya bizda qarjilab berib o'tadi bugungi o'yinimizni. Grek-Rim kurashi bo'yicha Osiyo chempioni Aqjol Mahmudov O'shda master-klass o'tdi. Kecha 25-martda Qirg'iziston Respublikasi Grek-Rim kurashining bosh murabbiyi va Osiyo chempioni Aqjol Mahmudov Alish sport klubida yosh sportchilar bilan uchrashdi. Ular yosh polvonlarga turli usullarni o'rgatibgina qolmasdan, ular bilan suhbatlashib, o'z maslahatlarini berdi. Uchrashuvda har bir sportchi katta muvaffaqiyatga erishish uchun tinimsiz mehnat qilishi kerakligi ta'kidlandi. Eslatib bo'lsak, 18 yoshdagi Aqjol bu vaqtgacha o'smirlar va yoshlar orasida 3 marta Osiyo, 1 marta jahon chempioni bo'lsa, Bishkekda kattalar orasida Osiyo birinchiligida Qirg'izistonga yagona oltin medalni olib bergan. Men bilmayman bularga qanday stimul bo'ladi, biroq bizning kezde o'sha rezultatlar yaxshi yetishganliklarga жеткен vakillar kelib, jönle bir жылуу сөзүн айтып койсо, bizga аябай катуу стимул болчу да. Men bu yoqqa kelib, hozir bular men чогуу тренировка кылып атам, кандай стимул bulardan сураш керек да. Бул мен режим жөнүндө айта кетсем, эртең саат 10-да тренировка башталат. 10-дан тартып 12:30, 1-ге чейин, максимум 1:30 чейин болот. Түштөн кийин саат 6-да тренировка башталат. 6-дан кайра эле ошол 9:30 чейин максимум атак 8:30-9-да бүтөт. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda.